desana. Seni hikoyang qanday? Meni hikoyammi? Kulgandan ichagingiz uziladi. Yillar muqaddam men va bolalar bir oila bo'lib yashardik. Oilamiz berkinmachoq o'ynashni yaxshi ko'radigan hazilkashlarga to'la edi. Men doim qidirardim. Eng kichkina doim qidiradi. Shundaymi? Meni qadoqlash qutisi yoki axlat qutisiga solib, ko'zdan g'oyib bo'lishardi. Ular qayerga berkinishmasin, baribir topib borardim. Lekin bir kuni ular o'yinga ijodiy yondashdi va meni ichida toshi bor paypoqqa solishdi. Keyin daryoga otib yuborishdi. Paypoqni kemirib teshik ochdimda suv yuzasiga chiqib oldim, ammo oila a'zolarimni topa olmadim. Bundan chiqdi, hali ham o'yindamiz. Bu men eshitgan eng qayg'uli va kulgili voqea. Ulardan minnatdorman. Berishgan paypoqni sharf qilib taqib oldim. Shunday qilib, bu qiziqarli voqea ortidan ust-boshga ega bo'ldim. Men yutdim. Hoy, sen yutmading. Aslida tilak sendaqalarga kerak. Allaqachon sviterim va ikki chin do'stim bor. Shu yetadi. Yana qanday tilak bo'lishi mumkin? Sehrga hojat yo'q. Yoqimli.